Oltariq uzumzorlari bilan mashhur. Bu yerda bolalikdanoq bog'dorchilik ruhi qonga singan. Shunday tokzor ichida mehnatdan zavq topib, hayotini bog' bilan bog'lagan ayol Ra'noxon Mirzaliyevadir. Uningcha haqiqiy baraka uzumzorlarda yashiringan. Prezident farmoniga binoan ajratilgan 50 sotix yerga u serhosil ko'chatlar ekib, butun oilasi bilan mehnatga bel bog'ladi. Qishda o't beramiz, taylarini kovlab, go'ng solamiz, amapoz, machavina solamiz olib. Buni endi yosh boladaqa parvarishlaysiz-da, buni ham. Qaraysiz, mehr berasiz. Mana shuni ozonda kelib o'zim yetkizganman-da, shoxchalarini olib ilib chiqasiz, ip qilasiz. Endi ancha mashaqqati bor. Dehqonchilikka mehr bersangiz, keyin dehqonchilik ham sizga hosil beradi-da. Farzandlari davlat tashkilotlarida ishlasa, kelinlari o'qituvchi, ammo ishdan keyin ham barchasi bog'dan uzoqlashmaydi. Mehnatdagi birdamlik o'z samarasini bermoqda. Mevaga bulturdan kirgan. Bu yil hosilini olyapmiz. Bultur ham 5 tonna sotdik. Bu yil mo'ljalimizdan 10 tonna olishimiz mumkin. Endi iloyim barakasini bersin. Oilaning tomorqasida va mazkur bog'da yetilgan uzumlar xalq dasturxonini bezamoqda. Samarqand tadbirkorlari esa bu mevadan mayiz tayyorlab, dunyo bozoriga yo'naltirish harakatida. Shu tariqa Oltariq uzumlari ham mevasi, ham mayizi bilan nafaqat mahalliy bozor, balki jahon bozorida ham o'z o'rnini topmoqda.